Bismillahirrahmanirrahim. Sura Shuara. Nahayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ның ismi bilan boshlayman. Tasim mim. Tasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Bu roşan kitap, yani Kur'an ayetleridir. La'allaka baqi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Ey Muhammed, ularning iymon etmaganligidan o'zingni halok qilib etishing mumkin. İnne şe'nu nazzil alayhim minas samai ayatan fadallat a'naquhum laha khadi'in. Agar biz ularning iymon etishini xohlaydigan bo'lsak, ularga osmondan ularni iymonga majburlaydigan bir oyatni, alomatni nozil qilatdiqda, uningga ular bosh ekkan bo'ladi. وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ. Ularga marhamatlik Allah tarafidan Qur'ondan yengidin bir narsa nozil bo'lsa, ular uningdan yuz o'riydi. فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Ular rastla Qur'onni inkor qildi. Masxira qilgan narsaning xabarlari, ya'ni oqibati ularga keladi. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. Ular zeminni, ya'ni zeminning ajoyibotlarini ko'zatmadimi? Zeminda turli foydali o'simliklarni o'stirdik. İnne fî zâlike leâyeten ve mâ kâne ekseruhum mu'minîn. Buningda albatta Allohning qudratini ko'rsatadigan alomat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. Ve inne rabbaka lehuvel azîzur rahîm. Sening Parvardigoring haqiqatan g'olibdir. Nahayeti mehribondir. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Öz vaqtida Parvardigoring Musoga nido qildi. Sen zolim qavmga borg'in. قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ. Ular Fir'avnning qavmidir. Ular Allohning jazolashidan qo'rqmamdi. قال رب إني أخاف أن يكذبون. Musa aytdi: Parvardigorim, men haqiqatan ularning meni inkor qilishidan qo'rqaman. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. Ularning meni inkor qilishidan yuragim siqiladi. Tilim kekach. Shunga menga yordamda bo'lish uchun Harunni payg'ambar qilib avatgin. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ. Ularning davosicha, ularning oldida mening gunohim bor. Ularning meni o'ltirishidan qo'rqaman. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. Allah aytdi: Hargiz undaq emas. Yani seni ular hargiz o'ltirolmaydi. Sizlar mening mo'jizalarimni ilib beringlar. Biz haqiqatan sizlar bilan billa munoziranglarni anglab turamiz. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. Sizlar Fir'avnga berib, biz haqiqatan olamlarning Parvardigorining elchisimiz.
أن أرسل معنا بني إسرائيل İsrail avlodini qulluqingdan bo'shatqin. Ular biz bilan Shamga ketsin denglar. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. Ular Fir'avnga kelib elchilikni yetkizdi. Fir'avn Musaga aytdi: "Seni biz uyimizda kichkingdan tarbiyalab cho'ng qilmadikmi? Oramizda ko'p yillar turmadingmi? وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين." Sen heyliqi qilgan ishingni qilmadingmi? Ya'ni Qibtini o'ltirmadingmi? Sen tuzkorlardinsan. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. Musa aytdi: "Men u ishni qilgan chegimda nodonlardan edim. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. Sizlardan qo'rqib, sizlardan qochdim. Parvardigorim menga hikmat ato qildi. Meni payg'ambar qildi." وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. Sen İsrail avlodini qul qilding. Sening menga minnat qilgan ne'mating ana shudur. قال فرعون وما رب العالمين. Fir'avn aytdi: "Olamlarning parvardigori degan nima?" قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. Musa aytdi: "U osmonlarning, zeminning va ularning orasidagi butun mahluqotlarning parvardigoridir. Agar sizlar haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar." قال لمن حوله ألا تستمعون. Fir'avn cho'risidagilarga: "Uning javobini anglayotamsizlar?" dedi. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. Musa aytdi: "U sizlarning parvardigoringlardir va sizlarning ota-bobonglarning parvardigoridir." قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. Fir'avn aytdi: "Sizlarga avatilgan bu elchi albatta majnundir." قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. Musa aytdi: "U mashriqning, mag'ribning va ularning orasidagi mahluqotning parvardigoridir. Agar sizlar tushunadigan bo'lsanglar." قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. Fir'avn aytdi: "Agar mendan g'ayrini iloh qilib oladigan bo'lsang, seni cho'qim zindonga tashlayman." قال أولو جئتك بشيء مبين. Musa aytdi: "Mening rost payg'ambar ekanligimni isbotlaydigan ro'shan dalil keltirsammi, zindonga tashlamsan?" قال فأت به إن كنت من الصادقين. Fir'avn aytdi: "Agar so'zing rost bo'lsa, ro'shan dalilingni keltirgin." فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. Musa hassini tashlab edi. Nogahon ochiq ajdahoga aylandi. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Musa qo'ynidan qo'lini chiqarib edi. Nogahon u qarg'uvchilarga nur chaqnab turadigan oppoq bo'lib ko'rindi.
قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. Fir'avn cho'risidagi qavmning cho'nglariga aytdi. Bu haqiqatan usti sehrgar ishkan. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. U sehr orqali sizlarni zemininglardan haydab chiqarmoqchi. Bu haqda nima maslahat bersizlar? قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. Ular aytdi. Ularning ishini ta'xir qilgin. Shaharlarga sehrgarlarni yiqquchi kishilarni avatgin. يأتوك بكل سحار عليم. Ular sening huzuringa nihoyat usti sehrgarlarning hammasini elib kelsin. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. Muayyan kundagi belgilangan vaqtda sehrgarlar to'plandi. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون. Kishilarga sizlar yig'ilib bo'ldinglarmi? لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. Agar sehrgarlar g'olib chiqsa, ularga bo'ysunishimiz mumkin deyildi. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. Sehrgarlar Fir'avnning qeshig'i yetib kelganda, ular Fir'avnga: "Agar g'alaba qilsak, bizga cho'qim mukofot berilamdi?" dedi. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. Fir'avn: "Ha, u chaqda sizlarga mukofot beriladi. Uning ustiga sizlar cho'qim mening yaqin odamlarimdan bo'lib qolasizlar" dedi. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. Musa ularga: "Tashlaydigan narsanglarni tashlanglar" dedi. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. Ular org'amchilarini, hossilarini tashladi. Ular Fir'avnning kattaligi bilan qasamki, biz shak shubhasiz g'alaba qilamiz dedi. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. Musa hossini tashladi. U ajdahoga aylanib, ularning o'ydirma narsalarini yutivatdi. فألقي السحرة ساجدين. Sehrgarlar sajdaga bordi. قالوا آمنا برب العالمين. Ular olamlarning parvardigoriga, رب موسى وهارون. Musa va Harunning parvardigoriga iymon etdik dedi. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. Fir'avn: "Men ruxsat qilmay turib, sizlar Musaga iymon etdinglar. U cho'qim sizlarga sehrni o'rgatgan boshliqinglar ishkan. Sizlarni qandoq jazolaydiganligimni o'zingga qolmay bilasizlar. Qo'linglarni, putinglarni cho'qim o'ng chap qilib, ya'ni o'ng qo'linglar bilan so'l putinglarni yoki so'l qo'linglar bilan o'ng putinglarni kesiman. Hamminglarni cho'qim dorga osiman" dedi. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. Sehrgarlar: "Buningdimi bizga hech ziyon yo'q. Biz albatta Parvardigorimizning dargohiga qaytquchilarmiz"
إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. Biz Musaga hammadan burun iman etquchilar bo'lganligimiz uchun Parvardigorimizning xatoliklarimizni mag'firat qilishini albatta umid qilamiz dedi. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. Biz Musaga kechida bandilarimni, ya'ni Bani Isroilni elib otlang'in. Sizlar albatta qo'g'linisizlar. Ya'ni Fir'avn o'z qavmi bilan sizlarni qo'g'lab chiqadi deb vahiy qildik. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. Fir'avn shaharlarga askar to'plag'uvchilarni avatdi. إن هؤلاء لشرذمة قليلون. Fir'avn aytdiki, bu kishilar haqiqatan bir o'chum odamlardir. وإنهم لنا لغائظون. Ular haqiqatan bizning ochiqimizni keltirib qo'ydi. وإنا لجميع حاذرون. Biz haqiqatan ehtiyotjon jamoamiz. فأخرجناهم من جنات وعيون. Biz ularni, ya'ni Fir'avn bilan uning qavmini bog'lardan, buloqlardan وكنوز ومقام كريم. xazinalardan va esil turalg'udan ayirib etdik. كذلك وأورثناها بني إسرائيل. Shundaq qilib, ularni Bani Isroilga miros qilib berdik. فأتبعوهم مشرقين. Ular, ya'ni Fir'avn bilan uning qo'shuni, ularni kun chiqqan chog'da qo'g'lab chiqdi. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. Ikki to'p, ya'ni Fir'avn to'pi bilan Musa alayhissalomning to'pi bir-birini ko'rib turishgan chog'da Musaning odamlari, ular, ya'ni Fir'avn bilan qo'shuni bizga cho'qim yetishib oladigan bo'ldi dedi. قال كلا إن معي ربي سيهدين. Musa aytdi, undaq bo'lmaydi. Ya'ni hargiz yetishalmaydi. Parvardigorim haqiqatan men bilan billa. Meni qutulish yo'liga boshlaydi. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Biz Musaga Hasan bilan daryoga urg'in deb vahiy qildik. Musa hassi bilan urvidi, daryo yerildi. Har bir yerilgan qismi cho'ng tog'dak bo'lib qoldi. وأزلفنا ثم الآخرين. Ikkinchi bir guruhni bu yerga yaqinlashtirdik. Ya'ni Fir'avn bilan qo'shinini Bani Isroilning orqasidan daryoga kirgizdik. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. Musa bilan uning hamrohlarini butunlay qutqizdik. ثم أغرقنا الآخرين. Ondan ikkinchi guruhni, ya'ni Fir'avn bilan qavmini g'arq qildik. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Buningda, ya'ni Fir'avn bilan uning qavmining g'arq bo'lishida albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Sening Parvardigoring haqiqatan g'olibdir. Nihoyatda mehribondir. واتل عليهم نبأ إبراهيم. Ularga,
İbrahimning qissasini o'qib bergin. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون O'z vaqtida u otasiga va qavmiga nemiga ibodat qilasizlar dedi. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين Ular butlarga ibodat qilamiz. Bu ibodatni davomlashtiramiz deyishdi. قال هل يسمعونكم إذ تدعون İbrahim aytdi: Duo qilgan cheg'inglarda ular duoyinglarni anglamdi. أو ينفعونكم أو يضرون Yo sizlarga foyda yetkazalamdi, yo ziyon yetkazalamdi. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون Ular aytdi: Undaq emas. Ota-bovlarimizning shunda qilganligini bayqidik. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون İbrahim aytdi: Aytib beqinglar-chu. Sizlarning ibodat qilganinglar nima? أنتم وآباؤكم الأقدمون Sizlarning eng qadimki ajdodlaringlarning ibodat qilgani nima? فإنهم عدو لي إلا رب العالمين Ular, yani butlar, mening dushmanimdir. Faqat olamlarning parvardigori mening parvardigorimdir. الذي خلقني فهو يهدين U meni yaratgan. U meni hidoyat qiladi. والذي هو يطعمني ويسقين U meni tamoq bilan ta'minlaydi. Usuluk bilan ta'minlaydi. وإذا مرضت فهو يشفين Og'rib qolsam, u meni saqaytidi. والذي يميتني ثم يحيين U meni qabz ruh qiladi. Keyin yana tirildirdi. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين Qiyomat kuni uning mening xatoliklarimni mag'firat qilishini umid qilaman. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين Parvardigorim, menga ilm hikmat ato qilgin. Meni yaxshilarga qo'shqin. واجعل لي لسان صدق في الآخرين Keyinkilar orasida yaxshi nomimni qoldirgin. واجعلني من ورثة جنة النعيم Meni nozu ne'matlik jannatning varislaridan qilgin. واغفر لأبي إنه كان من الضالين Otamga mag'firat qilgin. U haqiqatan gumrohlardan bo'ldi. ولا تخزني يوم يبعثون Ular, ya'ni xaloyiqlar hisob berish uchun tirildiriladigan kunda meni rasvo qilmagin. يوم لا ينفع مال ولا بنون U kuni hech kishiga mol va o'g'illar foyda yetkazolmaydi. إلا من أتى الله بقلب سليم Faqat Allohning dargohiga poy qalb bilan kelgan odamgina foyda yetkaziladi. وأزلفت الجنة للمتقين Jannat taqvodorlarga yaqinlashtiriladi. وبرزت الجحيم للغاوين Do'zax gumrohlarga ochiq ko'rsatiladi. وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون Ularga sizlar ilgari Allohni qo'yib cho'qingan narsanglar qayerda? من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون Ular sizlarga yordam beralamdi. Yo o'zlariga yordam beralamdi deyiladi. فكبكبوا فيها هم والغاوون Butlar, gumrohlar
وجنود إبليس أجمعون va iblisning qo'shinlarining hammasi do'zaxga üstülab tashlanadi. قالوا وهم فيها يختصمون Ular do'zaxda jidallashib aytadi. تالله إن كنا لفي ضلال مبين Allah bilan qasamki, biz ochiq gumrohlikda edik. إذ نسويكم برب العالمين O'z vaqtida biz sizlarni ibodatda olamlarning Parvardigori bilan o'xshash o'rinda qo'yatdik. وما أضلنا إلا المجرمون Bizni faqat gunohkorlarla ozdirdi. فما لنا من شافعين Shuning uchun bizga shafaat qilguvchilar yo'q ولا صديق حميم va yaqin do'stimi yo'q. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين Agar bizga dunyoga qaytishga bo'lsa edi, biz mo'minlardan bo'latdik. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين Shubhisizki, buningda, ya'ni Ibrohim va uning qavmining qissasida aql egalari uchun albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon aytquchi bo'lmadi. وإن ربك لهو العزيز الرحيم Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyat g'olibdir, nihoyat mehribondir. كذبت قوم نوح المرسلين Nuhning qavmi payg'ambarlarni inkor qildi. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون O'z vaqtida ularga qerindishi Nuh aytdi. Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar? إني لكم رسول أمين Men haqiqatan sizlarga sodiq bir payg'ambarman. فاتقوا الله وأطيعون Sizlar Allohdan qo'rqinglar. Menga itoat qilinglar. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين Tabliğ qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman. فاتقوا الله وأطيعون Allohdan qo'rqinglar. Menga itoat qilinglar. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون Ular, "Ey Nuh, sana töven tabiqidagi odamlar agashgan tursa, sana biz iymon aytamdik" dedi. قال وما علمي بما كانوا يعملون Nuh aytdi. Men ularning nima qilganligini uqmayman. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون Agar bilsanglar, ulardan hisob elishni faqat Parvardigorim ustiga olgan. وما أنا بطارد المؤمنين Men mo'minlarni qo'g'livatmayman. إن أنا إلا نذير مبين Men faqat ochiq oshkora ogohlantiruvchiman. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين Ular aytdi. Ey Nuh, agar sen payg'ambarlik da'vatingdan yonmasang, sen cho'qim tosh kesak qilinib o'ldirilguchilardan bo'lasan. قال رب إن قومي كذبون Nuh aytdi. Parvardigorim, qavmim meni haqiqatan inkor qildi. فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين Men bilan ularning orasida hukm chiqarg'in. Meni va men bilan birga bo'lgan mo'minlarni qutqizg'in. فأنجيناه ومن معه
في الفلك المشحون Biz uni va odamlar, hayvonlar bilan liq to'lgan kemada uning bilan birga bo'lganlarni qutqizdik. ثم أغرقنا بعد الباقين Ularni qutqizgandan keyin ondan qolganlarni g'arq qildik. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Buningda tafakkur qilguvchilar uchun albatta cho'ng ibrat bor. Ular, ya'ni kishilarning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyat g'olibdir. Nihoyat mehribondir. كذبت عاد المرسلين. Od xalqi payg'ambarlarni inkor qildi. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. O'z vaqtida ularga qerindishi Hud aytdi. Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar? إني لكم رسول أمين. Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. فاتقوا الله وأطيعون. Sizlar Allohdan qo'rqinglar. Menga itoat qilinglar. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Tabliğ qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. Sizlar har bir egiz joyga o'yin kulki uchun bir alomat, ya'ni egiz bino salamsizlar. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. Go'yo sizlar o'lmaydigandek dunyoda mangu qilishni umid qilib puxta saroylarni salamsizlar. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. Agar birovni jazolasanglar, zolimlardek jazolaysizlar. فاتقوا الله وأطيعون. Sizlar Allohdan qo'rqinglar. Menga itoat qilinglar. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. Sizlar biladigan ne'matlarni ato qilgan Allohdan qo'rqinglar. أمدكم بأنعام وبنين U sizlarga chorvalarni, o'g'illarni, وجنات وعيون. bog'larni, buloqlarni ato qildi. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Men haqiqatan sizlarning buyuk kunning azobiga kelishinglardan qo'rqaman. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. Ular aytdi. Nasihat qilamsan, qilmamsan, baribir bizga o'xshash. إن هذا إلا خلق الأولين. Bu, ya'ni butlarga cho'qinish faqat burunqilardan qolgan odat. وما نحن بمعذبين. Biz hargiz jazolanmaymiz. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Ular uni, ya'ni Hudni inkor qildi. Ularni biz halok qildik. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyat g'olibdir. Nihoyat mehribondir. كذبت ثمود المرسلين. Samud xalqi payg'ambarlarni inkor qildi. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. O'z vaqtida ularga qerindishi Solih aytdi. Allohdan qo'rqmamsizlar? إني لكم رسول أمين.
man haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. Fattaqulloha va ati'un. Sizlar Allohdan qo'rqinglar. Manga itoat qilinglar. Va ma as'alukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala robbil alamin. Tabliğ qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman. Atutrakuna fima hahuna aminin. Sizlar bu yerlarda fi jannatin va uyun. bog'chilardan, buloqlardan va zuru'in va nakhlin tal'uha hadim. ziroatlardan, yumshoq pishqan xurmalardan bahramand bo'lib, xotirjam holda davomli qolamiz deb o'ylamsizlar. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. Xushal holda tog'larni teshib uy yasamsizlar. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. Allohdan qo'rqinglar. Menga itoat qilinglar. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ Zeminda buzg'unchilik qiladigan, الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. isloh qilmaydigan haddidan oshquchilarning amriga itoat qilmanglar. قالوا إنما أنت من المسحرين. Ular aytdi: Sen haqiqatan sehr qilinganlardansan. ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. Sen faqat bizga o'xshash bir insonsan. Agar sen rostchillardan bo'lsang, biror mo'jiza keltirib boqqin. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. Salih aytdi: Bu kishi to'ga suyinglardan bir kun ishchidu. Sizlar muayyan bir kun ishchisizlar. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. Uningga yomonlik qilmanglar. Bo'lmasa, sizlar buyuk kunning azobiga duchor bo'lasizlar. فعقروها فأصبحوا نادمين. Ular kishi to'gini bo'g'izladi. Shuning bilan ular nadomatga qoldi. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Ularga azob tushdi. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyat g'olibdir. Nihoyat mehribondir. كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ. Lutning qavmi payg'ambarlarni inkor qildi. قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ. O'z vaqtida ularga qerindishi Lut aytdi: Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar? إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ. Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ. Sizlar Allohdan qo'rqinglar. Menga itoat qilinglar. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. Tabliğ qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman. أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ. Sizlar ahli jahon ishchidan livota qilib وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ. Parvardigoringlar sizlar uchun yaratgan ayollaringlarni tashlab qo'yamsizlar. Sizlar haqiqatan buzuqchilikda haddidan oshquchi qavmsizlar.
قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. Ular aytdi: "Ey Lut, agar da'vatingdan qaytmasang, cho'qim surgun qilinasan." قال إني لعملكم من القالين. Lut aytdi: "Men sizlarning qiliqinglardan qattiq yerginiman. رب نجني وأهلي مما يعملون. Parvardigorim, qilmishlari tufaylidan ularga keladigan azobdan meni va tavalarimni qutqizgin." فنجيناه وأهله أجمعين. Uni va uning tavalarining hammasini qutqizdik. إلا عجوزا في الغابرين. Faqat Mo'mayni, ya'ni Lutning ayolini qoldirib qo'yib halok qildik. ثم دمرنا الآخرين. Ondan qolganlarni halok qildik. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. Ularning ustiga biz yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirdik. Ogohlantirilg'uvchilarga yog'dirilgan yomg'ir nima degan yomon. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Buningda albatta cho'ng bir ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchi bo'lmadi. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyatda g'olibdir. Nihoyatda mehribondir. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. Aykiliklar payg'ambarlarini inkor qildi. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. O'z vaqtida Shuayb ularga aytdi: "Sizlar Allohdan qo'rqmamsizlar? إني لكم رسول أمين. Men haqiqatan sizlarga sodiq payg'ambarman. فاتقوا الله وأطيعون. Allohdan qo'rqinglar. Menga itoat qilinglar. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Tabliğ qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Uni faqat olamlarning Parvardigoridan tilayman. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. O'lchamni to'ldirib beringlar. Kam berguchilardan bo'lmanglar. وزنوا بالقسطاس المستقيم. Narsalarni to'g'ri tarozida tortinglar. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Kishilarga narsalarini, ya'ni qaysi yo'l bilan bo'lmasin, kishilarning haqlarini kam bermanglar. Yer yuzida buzg'unchilik qilib, fitna fasod termanglar. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. Sizlarni va ilgirki ummatlarni yaratgan Allohdan qo'rqinglar. قالوا إنما أنت من المسحرين. Ular aytdi: "Sen sehr qiling'uvchilardansan. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. Sen faqat bizga o'xshash oddiy odamsan. Seni biz haqiqatan yolg'onchi deb gumon qilamiz. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. Agar so'zingda rostchilardan bo'lsang, bizga osmondan azob tushirgin. قال ربي أعلم بما تعملون. Shuayb aytdi: Parvardigorim sizlarning qilmishinglarni obdan biladi. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه
إنه كان عذاب يوم عظيم. Ular şu ayıbni inkar qildi. Ularni soya kunining azobi halok qildi. U haqiqatan buyuk kunning azobi edi. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Buningda albatta cho'ng ibrat bor. Ularning to'lisi iymon etquchilardan bo'lmadi. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Sening Parvardigoring haqiqatan nihoyat g'olibdir. Nihoyat mehribondir. وإنه لتنزيل رب العالمين. Shubhisizki Qur'on olamlarning Parvardigori tarafidan nozil qilingandir. نزل به الروح الأمين Ogohlantiruvchilardan bo'lishing uchun ishonchlik Jibril على قلبك لتكون من المنذرين. uni sening qalbingga elib tushdi. بلسان عربي مبين. Qur'on ochiq arabiy tilida nozil bo'ldi. وإنه لفي زبر الأولين. Haqiqatan Qur'on ilgirki payg'ambarlarning kitoblarida tilga ilingan. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. Abdullah ibn Salam va uning iymon etgan hamrohlariga o'xshash Bani Isroil o'limalarining Qur'onni bilishi mushriklarga Qur'onning to'g'riligini ko'rsatadigan dalil bo'lmamdi? ولو نزلناه على بعض الأعجمين. Agar biz Qur'onni arab tilida bo'lmagan bir odamga nozil qilgan bo'lsak, فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. u Qur'onni ularga o'qib bersa, ular uningga ishonmaydi. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. Shuningdek, gunohkorlarning dillariga Qur'onni soldik. Ular Qur'onni tushunib, uning fasohat, balog'atini va mo'jiza ekanligini bilib turib, iymon etmadi. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. Ular Allohning qattiq azobini ko'rmaguncha Qur'onga ishonmaydi. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. U azob ularga ushtumtut keladi. Ular uning kelganligini to'ymay qoladi. فيقول هل نحن منظرون. Ularga to'yiqsiz azob kelganda, ular bizga iymon etilish uchun mo'hlat berilamdi deydi. أفبعذابنا يستعجلون. Ular bizning azobimizning burunroq kelishini tilamdi. أفرأيت إن متعناهم سنين. Aytib boqqina. Agar ularni nurg'un yillar ne'matlarimizdan bahramand qilsak, ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ondan ularga ogohlantirilgan azob kelsa, ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ularning bahramand bo'lgan ne'matlari ulardan azobni dab'i qilishda hech narsaga asqatmaydi. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. Qandoqliki shahar bo'lmasin, vaz nasihat qilish uchun payg'ambarlarni avatmigicha ذكرى وما كنا ظالمين. uni halok qilmadik. Ularni jazolashda biz zolim bo'lmadik. وما تنزلت به الشياطين. Qur'onni shaytonlar elib tushgani yo'q. وما ينبغي لهم وما يستطيعون. Bu ularga loyiq emas. Ularmı uningga qodir bo'lolmaydi.
إنهم عن السمع لمعزولون. Şübhisizki, ular, yani şeytanlar, o'g'rilikcha tingshashdan man'i qilingandir. ألا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. Allah'tan boshqa hech ilohga ibodat qilmag'in. Unda qilsang, azob qiling'uvchilardan bo'lib qolasan. وأنذر عشيرتك الأقربين. Yaqin xish aqibalaringni ogohlantirg'in. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. Sana ergashgan mo'minlarga muloyim bo'lg'in. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. Agar xish aqibalaring sana osiylik qilsa, men sizlarning qilmishlaringlardan haqiqatan ado judoman degin. وتوكل على العزيز الرحيم. Nihoyat g'olib, mehribon Allohga yo'langin. الذي يراك حين تقوم. Allah seni namozga qo'pqiningda ko'rib turdi. وتقلبك في الساجدين. Namoz o'quvchilar orasidagi sajdaga borganlik, rukuga turganlik va qiyomda turganlik harakatingni ko'rib turdi. إنه هو السميع العليم. Shubhisizki, Allah hammini anglab turg'uchidir. Hammini bilib turg'uchidir. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. Ey Muhammad, Makka kuffarlariga aytqinki, sizlarga men shaytonlarning kimga tushadiganligini aytib beraymi? تنزل على كل أفاك أثيم. Ular har bir ig'vo to'qug'uchi, gunohkorga tushadi. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. Ular farishtalarning so'zlarini o'g'irliqcha anglaydi. Ular, ya'ni shaytonlarning to'lisi yolg'onchilardir. والشعراء يتبعهم الغاوون. Shoirlarga gumrohlar agishidi. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. Ularning so'z vodilarida tengirqab yurganligini ko'rmamsan? وأنهم يقولون ما لا يفعلون. Ular qilmaydigan narsalarini qildik deb so'zlaydi. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Faqat iymon aytgan va yaxshi amallarni qilgan, Allohni ko'p zikr qilgan, zulmga uchirgandan keyin o'zini qo'g'digan shoirlar buningdan mustasno. Zulm qilg'uvchilar uzoqqa qolmay qaysi joyga qaytadigan